O'zbekistonda oshxonalarda lag'mon juda ham yog'li, zarda qiladigan bo'ladi, lekin juda ham mazali bo'ladi. Bugun sizlar bilan o'zimiz yog'i kam, oshqozonga qattiq botmaydigan lag'mon tayyorlaymiz. Videoda ko'rsatilgandek sabzavotlarimizni to'g'rab olamiz. Videoni opsioniyasida nima ishlatganimni yozib o'taman. Svetofor bolgarskiy yo'qligi uchun yashilda o'rniga men sariqdan foydalandim. Go'shtlarni shunaqa to'g'rab oldim. Kiy yog'ida go'shtni qo'g'irib olamiz. Chesnok, soya solib, yaxshilab qo'g'irib, orqasidan piyoz solamiz. Pomidor, oq turub, selder va koreyskiy karamni sovolib, nomiga qo'g'irib olamiz. Keyin bolgarskiy va ko'katni solib, ustidan suv bilan badyan sovuramiz. Unisini videoga olishga ulgurmabman. Tuzlarini rostlab, bitta qaynab chiqqan qaylamizni tayyor lag'monni ustiga sovolamiz. Lag'mon cho'zishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, profilimda video bor, o'tib ko'rishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, tanishingizga yuborib qo'ying va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammanglarga yoqimli ishtaha. I'm strange, you've nothing